Assalamu alaykum, söyümlük dostlar. Muşu vaqtınlar xeyirlik bolsun. Tövəndə huzurunlarga Ahmetcan Qurban Sabırının Bağvan Bovam namlıq kitabıdın Yaman Adet degan hikayeni anlatımız. Yaqtırıp anlagaysızlar. Hikaye Yaman Adet. Azizcan keçisi körpüsünü höl qılıp qoyduğan adetini faqat özgertəlmedi. Apsi Ayşemxanada onun daim qaqşap duratdı. Sen bugün yana üstenge düşüpsen ha? Soğuqun eşip ketidi, suğu düşüverme deysem, nemi dep gap anlamaydigan sen? Bugün yana körpüne çöp qılıp etipsen. Azizcanның bu adeti 3-4 yaş çağlardan tartıplı bar idi. O özünün körpünü höl qılıp etkenligini herkes etiraf qılmaydı. O çağlarda apsımı hə dep onu erkiltip durup, "Soqam, bugün mavi körpüge?" "Hə, bu yeg yağmur yaqqan oxşamamdı," deydi. Appa, bu yeg yağmur yağıptı. Azizcan üçün körpünü höl qilish xijil bo'ladigan ish emas edi. O höl körpüde yetib, qizirib ketgan kaslarini ko'rsatib, mengib yuraveradi. "Balam, bugün seni maylab qo'yaymi?" Appa, nemişqi meni maylaysan? "Seni maylab qo'ysam, köpüge yağmur yağmaydigan bo'ladi." Bundaq chaqda Azizcan kulib ketib, mundaq deydi. Men körpüge yağmur yağdırıvermen. Maylasanmı yağmur yağdırıvermen. Azizcanның bundaq qiliqlari Ayşemxan hadiga bakmi omaq tuyulatdi. Şuna o körpüni höl qilsimi, ancha kayıp ketmaydi. Biroq hozir Azizcan boshlang'ich maktabning 2-yilligida o'qiyotidi. Uning körpüni höl qilib qo'ydigan odati burunqidek ko'p bo'lmasimi, yana turib paydo bo'lib qoladi. Bundaq chaqda Azizjanmi izza tortqandan yaga kirib ketgidek bo'lib ketadi. O o'zining bu odatini o'zgartirish uchun shuncha tirishgan bo'lsa-mu, yanada o'zgartolmadi. Ayşemxonada to'li so'zlab, Azizjanning bu qiliqini tugatalmagandan keyin oxiri uni rasmiyla qo'rqitdi. "Bugün köpüni eshik oldiga chiqib, adashlaringni yig'ib sazoy qilaman. Bu odatingni bolalarga davatmak uchun tosh qilsan sen." Appa, unda qilmog'ina buni deb qo'ysang bolalar meni arg'olmaydi. "Ey, sen nemishqa bu odatingni tashlamaysan?" Ayşemxonada Azizjonga do'q qildi. Appa, endi cho'qim tashlayman. Rost degandek, Azizjon xeyli uzungacha bu odatidan qutulib qolgandek bo'lib qoldi. Ayşemxonadimi xushal bo'ldi. Azizjon so'g'uq suv ichadigan, kechgacha eriq o'stangdan chiqmaydigan odatlarini tashladi. Apisining maylab qo'yishlariga yavaşlik bilan bo'ysundi. Kunlarning o'tishi bilan o'zining bu odatini unutib qoldi. Orliqdan bir mezgil o'tgandan keyin Azizjon ehtiyot qilishni unutib, so'g'uq suvni gupildatib ichadigan, eriq o'stangdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Bo'libmi maktab oldida sotadigan arzon baholiq so'g'uq ichimliklarni ko'p ichadi. Bu ichimliklar har qancha arzon bo'lgan bilanmi, uning yana pul bo'lmasa bo'lmaydi. U boshda opisidan pul so'rab ichib yurdi. Keyin kunda so'raversa bo'lmaydiganligini bilib, yolg'on so'zlab pul oladigan bo'ldi. Appa, 5 yuan bera? Nim deydiganda ma bola, nima qilsan uncha ko'p pulni? Yung kitob chiqibdi ekan, muallim pul ekilinglar deydi. Azizjon har xil bahona sabablarni ko'rsatib, 3 kunda bir qitim opisidan pul oladigan bo'lib oldi. U yiliq tatliq so'g'uq ichimlikka xumor bo'lib qolgandek qiladi. Appa, muallim 20 yuan ekilinglar deydi. Azizjonning oldigan puli borgan sir ko'payib. "Voy bolam, nima deydigansan? Maktabning oldigan puli hajab ko'payib ketdi-ku." Men nedim bilay? Azizjon opam bir ishni bilib qoldimi nima deb ansirayotgan bo'lsa-mu, o'zini yana parvosiz ko'rsatishga tirishdi. Odatda turmushdagi zo'rur, ushshaq chiqimliqlar uchunmi xeyli chinglik qildigan Ayşemxonada Azizjonning maktabga ketadigan xarajati uchun qaqshab ketmaydi. Biroq yaqindan beri ko'payib ketayotgan maktab xarajati uni gumonlantirib qo'ygandi. Azizjon opisidan 20 yuanni olgan kuni
soğuk içimlikni odatdagidan ko'p ichdi. Ba'zi adashlarini mardlik bilan mehmon qilyapti. Shu kuni kechda Azizjon yana ko'rpini ho'l qilyapti. U atdiganda nashtimi qilmay oldirab maktabga bormoqchi bo'lgan edi. Apsi uni to'xtatib oldi. Nashtimi qilmay nega borsan bolam? Maktabda muhim ishim bor edi, opa. To'xta. Bugun maktabingga menmi billa boraman. Mualliming bilan ko'rishib, yiliq pullarni nimaga ishlatganingni bir so'rab kelay. Voy opa, unda so'rab yursang xalq meni nim deb qoladi. Oy pulni nimaga ishlatdinglar deganga nim bo'ladi? Sen boshda olgan pulga kitob berdikan da'vatatding. U kitob qani? Azizjon duduqlab qoldi. Chiroyi tamdek totirib kekashlab ketdi. Men u Yaxshilikcha uyga kir. Azizjon opasining alpozining yomonligini ko'rib uyga kirdi. Oyshamxonada Azizjonning maktabiga berib, yaqindan beri uning opasini aldab, pul elib xashlayotganligini bilib bo'lgan edi. Oyshamxonadining kayishlari Azizjonning jinidan o'tib ketdi. Azizjon qattiq pushaymon edi. U o'zining yomon odatlarini tugatishga bel bog'ladi. Bu hikoyani huzuringizga Janubiy Avstraliya Uyg'ur til maktabidagi o'qituvchilar tayyorladi. Yana bir qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.